Avvalambor assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irot qishlog'idanmiz. Mana dehqon ukamizdan chiroyli bir bosh bo'g'ozimiz bor. O'ta yaqin 9 oylik ekan bu. Bo'ylari 1.40 chiqadi. Hop, yeb ishlari yaxshi bu molda. Sizlarga javob, garantiyasi bor ekan. Ha, yaxshi, baraka topsinlarda. Bularni bo'ylari 1.35 plyusga olinaverar, ha? Ha, yaxshi. Bu cho'rni piyostra bu. Bu aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz bu molni. Ja keluvlari ham yaxshi ekan. O'zim ham ichib qozib qoldim mana. Yaqin 9 oylikda o'tibdi deyapti. 3-4 kunlik bor ekan, ha? Ana orqalaridan ko'rsatib qo'yay mana mollarni. Ana turulariga 5 mana. Gap yo'q sizga mana mollarni. 4 joyda turibdi-da. Ha, so'skalari ham 4 joyda ekan, ha? Buni necha oydan beri baxyapsizlar buni? Buni shu xonajilligiga olib kelganmiz aka. Ha. Xonajilligidan? Qochirib, xudo xolasa, otasi ham cho'rni piyostra o'zida. Ha, buni otasi ham cho'rni piyostra. Hozir bola ham cho'rni piostrami? Bolasi o'zi ola qora Cho'rni piyostra. Shu cho'rni piyostra bir kamida shu 25 ta 30 ta sut beradigan, ha? Ha, birinchi tug'ishga shu 20 ta 25 ta beradi. Ha, mashalloh, yashasin. Aka-ukalarimizga ro'za payti tavsiya qilib qolamiz. Yeb ishlari yaxshi dedingiz, ha? Ishlari sinab olishadi. Bu molimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot Cho'mbog'ish qishlog'idamiz. O'sha Yangi Qo'rg'ondan kelganda, Yangi Qo'rg'onni ko'rigidan kelganda 1,5-2 kilometr yurasiz. Adreslar aniq shu chap qo'lda Cho'mbog'ish Qo'ng'irot qishlog'i bor. O'shaga kelib assalomu alaykum. Kelib ko'rib mollarni olib ketishingiz mumkin. Adreslarimiz bor, lokatsiyalarimiz bor. WhatsApp, Telegram, Instagramlarimiz bor. Aka-ukalarimiz sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Juda yaxshi, ha? Bu ertalab kechqurun oziqlanadi, ha? Ha, ertalab kechqurun. Ratsion bo'ylab yeydi aka. Ratsion bo'ylab, ha? Ha, yaxshi. Mana tuyoqlari ham yaxshi ekan. Ha, tuyoqlari ko'rib turibsizlar. Istayakan tuyoganda, Alloh ziyoda qilsin mana. Yaxshi. Turg'ulari ham yaxshi ekan, ha? Uyaltirmaydi ekan. Birinchi bu cho'rni piyostra ekan buni otasi ham. Ro'zani paytiga chiroylab tug'ib berar ekanda bu aka-ukalarimizga. Ha. O'zi bir qul boqaman deb, o'zi tug'dirsa, Shu odam bo'lsa, xudo xolasa baraka topadi. yaxshi. Xo'p, bularni endi narxlarini cho'zmaymiz. Yo'lida qilib, chiroyli qilib aytamiz, ha? Narxlarimiz xudo xolasa yo'lida ekan. Yo'lidami? Yo'lida xudo xolasa. Ro'zani paytiga bir chiroyli narxlarni aytib berasiz, ha? Narxlarimiz shu aka 46,5 million so'm kami bor. 46 shu ozgina tashab bering. Xeyrini qilib beramiz aka. Ha, qo'lingizda Qo'lda ushlab siltaganda o'zi xeyrini qilib beramiz. bo'ldi. O'zi kelganda aka-ukalarimiz, ha? Albatta. Shu berasiz, ha? Shu beramiz. Ha, chiroyli bo'ladi. 46,5 million so'm deb aytilyapti. Bu narxlar muhim emas avvalo. Kelib, ko'rib, onlayn olasizmi, offlayn savdo qilasizmi? Telefonda gaplashsangiz, o'zingiz yaqinroq joyda bo'lsangiz, o'zingiz kelsangiz ham chiroyli narxlarni tushirib olib ketishingiz mumkin. Ammo molga gap yo'q. Alloh ziyoda qilibdi. Mana yetkazib, yetiltirib inshaalloh sotyapti ekan. Shu 4-5 kunligi qolgan deydi. 4-5 kunligi bor, uzoq. O'sha ro'zaga chiroyli, ro'zani yarimlariga tug'ib ha, chiroyli qilib. Bular 25 ta 30 ta sut beradigan, ha. Sut yo'nalishdagi mollarda bular. Sut yo'nalishdagi mollar asosan. Ha, yaxshi, baraka topsinlar. Xo'p, shetlariga nomerlarni qo'yamiz. 88lik 88lik 419 15 1510. 10, ha. Telefon raqami aloqaga chiqishaveradi. Aloqalarga chiqishaveradi. WhatsApp, Telegram, Instagram hamma yo'q bor, ha. Ishlab turibdi. Ishlab turadi. Ha, yaxshi. Qo'shimcha yana adreslarni aytib qo'yamiz biz. Hop, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irot qishlog'idamiz biz. Mana
Ha, kelaverasizlar. Bu vodiy tarafda aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Albatta Alloh ziyoda qilsin. Aka-ukalar, qo'ng'iroq qilinglar, layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, Instagram, YouTube, Telegram, Facebook shularga obuna bo'lib qo'yinglar inshaalloh. Biz uchrashguncha deb qolamiz. Inshaalloh barakasini bersin, ha? Xohlasa sotamiz aka. Yashang. Maqsad sotish. Barakasini bersin.